Gülünün bergidin Hoş burağı öksümezsin ha Koyar söygen gülünün bergidin Hoş burağı öksümezsin ha Şuna bəxət kiler əzəldir Quyaş təkillik aynidir Şuna bakıp kiler azaldı Quyoşdek yıllık ailedir Yaman bulsun demez anılar Fəqət kuyar pərzəkliyə Yaman bulsun demez anılar Fəqət kuyar pərzəkliyə Deydu atılar Bəzidə taş qoyub köksüge Tavlası deydu atılar Bəzidə taş qoyub köksüge Taralgan nehir Yurtudu alemni pütkün Aileden taralgan nehir Yurtudu alem pütkün Ata kılsa söygüge təqdim Sadaqatke tolgan bir günü Ata kılsa söygüge takdir Sadakatke bulgan bir gün Yaman bulsun demez sanılar Fəqət kuyar pərzəkliyə Yaman bulsun demez sanılar Fəqət kuyar pərzəkliyə Deydu atılar Bəzidə taş qoyub köksüge Tavlası deydu atılar Bəzidə taş qoyub köksüge Ballarning muşundaq bəxtlik turmuşqa erişməyə asan düşmədi Zöhrə. Turmuşning qiyinchiligi, ballarning jafosi tugab, əmdiraq rahat görəyli degəndə salomatligimiz nacharlashib qoldi mana. Ballarni dəb, nəvirlərni dəb, hətta doktorxanıqmı körünüb baxmadınız Zöhrə. Məndən ənsirmən. Məmə davalnımən. Oldu bilən, ballar bir xatırcam boğasın. Onundan keyin davalansam kechikmayman. Qarangma nəvirimizga. Eldarning o'ziga o'xshaydi. Shundaq.
çay içine. Rahmet balam. Muş işcan kollarınızga detkenmisin kızım. Nerede? Balam. Paliyetinli qandarak oldu. Pek ahmiyetlik oldu yapma. Hanım boz kızım, yaxşı oldu. Ha. Oy, İlda. Qani şükür ettim. Kenan, oturun. Kenan, ben sizga damla kütüphanesi kösüp çıkay. Apa, çay içine. Rahmet balam, rahmet. Ut. Nurki'nin gipini kıp koysam, deminiz işiniz çıkıp ketdi o. Ha? Ma öyüne bakma. Ters gidip atamdı qanda. Qalaymagan gapimisan cho'qdi. Palturungmi az emas ku sening. Yotgan qira pustini qilimiz yaxshimikin? Hozir shu bo'ynimizda bir patman qarz. Qarzilib mo'rk palto kiymisan, birsin ayıplanti. Ayıplaydı, ayıplamamdi. Qarab yoqma. Ko'chada hamma odamning ufchisiz shu chapan. Men mush badam teshib chiqsam, haqla, yana shu badada chapini kiyib chiqibdi. Deyishmamdi. Hozircha ko'chaga chiqib qaraydigan bo'lsangiz, 7 yoshdan 70 yoshgacha hamma qiz-jo'kanlarga shu moda bo'lyapti. Pulingiz bo'lmas deyapman. Boshqalarning a'lari banka bo'lmayotgandi. Hozircha aysa, haqlachu, tutgan uyiga, kiygan kiyimiga, haydayotgan mashinasi qarab, izzatini, hurmatini qiladi ekan. Bizmi heliqi ozliq qizimiz Nananing to'yini qilamiz? Sizning obro'yingiz bo'lmasa, bizning to'yimizga adam kelammi? Ha? Tamaqni bir şey deb qoldim, aytqa yapa. Men sel bir aram bo'lyapman qizim. Keyinroq yeyman. Siz oliy maktabda o'qiyotganmi deyman? Voy, uyga kirmaydi qanday bil olmaysizmi? Bir sağlışım bilan tamoqqa borgan restoranda uchrashib qolgandim. Ha. Uning singlisi bilan sizning singlingiz bir maktabda o'qiydigan o'xshaydi. Singlim hozir oliy maktabni xalqaro savdo kasbida o'qiydi. Bitkuzay deb qoldi. Bankadagi pullaringiz yetishmayotgandek. Singlingizmi xalqarodagi cho'ng-cho'ng savdolarga salay debsiz-da? Po'lat og'amning aytishicha, hozir xalqaro savdo shirkatlariga yaramli boshqaruvchi xodim topmoq paytasiga. Shunisining mushkasini tanladi. Ha, yenge. Chiqay. Ha, İldarning singlisi emasmi? Abim meni ko'rib chiroyi o'ngib ketdi. Men nimda asraydim? Men shu sizga tekkandan beri mush uyni, bolalarni deb 40 qatlaringizni yuyib, osh tamoqingizni etib, voy uyim, voy bolam, voy jinim erim deb kuldi ko'mashib, bo'lgan holda ma'lum. Endi-chu, chiroyli yasinib, puzur kiyinib, dushmanlarimning ko'zidan chiqarib etmasam bo'lmaydi. Ey xotin, yasini ishmanglar, keymanglar, yemanglar demasam, mush necha kundalar 1000 so'm pulning beshiga suv qo'yib bo'ldinglar. Men bir haftada xarjlagan pulni-chu, xalqning xotinlari bir kunda xarjlaydi ekan. Men shularga o'xshash odam. Shu xinimning uftiga yarashgan Nurki palto menga yarashidi. Menimcha bizning uyimiz undaq chiroyli, bundaq kangri, bizning mashinamiz undaq esil, bundaq nochi deb
maqtang'im keladi. Agar xərclagan pulingizga chidmayotgan bo'lsangiz, bo'lmasa üstü beşimdagi latiptildan tatib sep tashlab beray, o'zingizni kiyib olasiz. Ey, bo'ldi qila xotin. Takallashmayli. Yaqinda nananing to'yini qilamiz davatimiz. Pul olmasa balıqından çıqağıl buldu. Şunu davatına xotin. Bo'lmasa qazga bo'g'ilib ketsammi? Bir norki palto əpəgiçkim bax xotin. Ey, to'ydan keyin bir gap bo'la. Seni qapı qilmag'ana xotin. Norki palto sening ko'nglingdanmi pek üstün turamda. Ish qilib men deb qo'yay, to'ydan burun kiyginim kiygan. Oy, içilkisiz da. İsam akamның bir kepi esimga tushib, o'zimni kulkidan to'xtatamayapman. Qaysi kepi? Sizga o'xshash bir yigit. Isam aka, sizningchi naning oltini eng esildi deb so'rabdi-da. Isam akam. Naning oltini eng esil deyfkam. Isam akamning yanchog'iga kirgan oltin eng esil bo'lmamdi deginicha. Rast kulkili kepke. Hay, tağınızın çoğun şirketi bağ oxşamamdı? Onun şirketi var. Tağınız qısqamastıvazla yülaydigandı? Tağamның көңіл төз, қолы uçuq. Dada apamla aldı xəbər elib durdu. Xəbər ağamızı bulamdı əmizdə. Uruq tıqqanni pulğı seti alıb olmaydı. Pəride adam nananı başlap çıxın, tamaq yılına dağıtıdı. Cüra. Yoq, çıxmayım. Özünüz çıxın, qo'shqo'mashmi deyim. Undaq demək yağın yaqınma. Biz üç tamaq texet yemedik qoy. Restoranda yesek bo'lmamdi. Sət duramdı ki, öyklərim könglü kep qaldı. Uyuңuzdakilarning ko'ngli bek nozik o'xshamamdi. Şu tayyor tamaq yeməyə çıxəsək, öyklərini başqa jolab qalmasın dağıtmay şu. Ma'qul. Qutulamaydigan o'xshayman. Hey, Mişe aykirsiniz, ishkimiz Mişe qilaylik. Undaq qilsaq. Meni xijillikka siz bo'ldi emasmi? Bulun. Qo'yamiz. Nanagül, baxtınız aka. Bankamdan başqa yana bir cho'ng şirketimmi bor deyveringandi. Qizim, abayqi degan gaping rostmi? Rost opa. Boshqa birasiga o'xshatib qolmagansan? Yo'q opa, aniq esimda. Osh qiz shu. Uning ismi Nanagu deyman. G'uncham menga oshda deganda qilgan. Akam bu qizni uyga boshlab kirgandilar. Ko'zimga bir qismila ko'rinib sig'mag'andi bolam. Lekin akamga qandami deymiz? Dimsa qanda bo'ldi opa. G'uncham uni menga bu akamning loyiqi. Yaqinda to'y qilgandek tur deb tunishtirgan tursa, buni akamga demsak, akamni oldigan bo'lmamdi. Jinim bolam. Akamning mijozi bek ishtik. U gapimizga ishonamdi, ishonmamdi. Mayirva. Sen deyamsan opa, o'zim deyman. Yo'q, bo'lmaydi bolam. Sen tex kichik. Bunda ishlar aralashmajimi? Qiziqkansan opa. Desam sen kichik deyotgansan. Men hozir cho'ng bo'ldim, oliy maktabda o'qiyapman. Oqqarni ayriyolg'idek bo'ldim opa. Men unda chat qiltaymanmigina. Jinim bolam. Appa qizim. Men seni nimishqim chetga qaqaman. Akangning ko'ngliga behuda azob berib qo'ymayli deyapman shu. Sen bolalarning kenjisi o'g'ling bilan aqlli, shunchalik ziyrak cho'ng bo'lding. Yana texe. Sen akangning kelgisiga ko'ngil bo'lyapsan, jinim qizim. Unda bo'lsa opa, sen kichik deyapman meni. Ma'qul. Amsi mening bir talabim bor. Shuni o'rinlaysajmi? Nim talab opa? Eldor bu qizni nima uchun uyga boshlab keldi?
buni bir aniqlab boqay. Sen G'uncham degan saboqdashing bilan ko'rishib, bu gap rostmi, yolg'onmi, undan ufaq. Agar yolg'on bo'lib qolsa, biz oxirida qirib qoldigan ish bo'lib qolmasin, juma bolam. Ma'qul opa. Rahmat, canım balam, rahmat. Xeyli yeniklab qoldim. Bo'ldim, opa, birdam tutay. Rahmat balam, keling. Mush ishchan. Chivar qo'llaringizga ko'z tegmasin, canım balam. İlham sizni tunji qatim uyga boshlab kelganda, unimisam unimay partuqni oldingizga taqab, bütün qochquchilarni shub ketgandingiz. Shu chaqdilam ko'zimga issiq ko'rinib, bek amroq bo'lib qolgan bolam sizga. Bu Nana degan qizni qaramamsiz. Tomoq tasdiqinig'im kemmay. Ildar bilan ayrim tomoq yeyishini. Kögensiz. Tüzük salam saatinin mi tayini yok? Apa, ko'nglingiz g'ammiga xijil bo'lganda qachon qizlarning mijozi xulq o'xshash bo'lmaydi emasmi? Uy tutgandan keyin bilmaydiganlarni asta-asta o'rganib ola, apa. Ansirma. Men qanday ansirmayman bolam. Ildar ilhamga faqat o'xshamaydi. Bu balani biz bek atvalab cho'nqib ekanmiz. Mijozi ishtik, qini qiziq. Bu Nana degan qiz buning bilan chiqishib o'tarlarmi? Buning holiga yetarlarmi deyman bolam. Hey. Opam bilan dadam Nananing gap so'zini, qiliqlarini qat'iy yoqtirmaydi, qara. U shu akamning pulini deb chaplashgan naynoq. Men uni akam bilan to'y qilishga qat'iy qarshi. Bu oltinchi naynoq. Tek akamni qutluqi dastaydi otamsa. Aynor, unutib qolma. Men sendek soymularga ko'kulusini tutqizadigan unda ahmoq emas. Shunga sening g'avg'at yeraydiganligingni ko'nglim tuyib, Osmonni savag'dishim deb akangga nuqta selib oldim. Bu qiz akamning kayni quroli xilili bo'pti deyna adash. Mang'u gap so'zlari, qiliqlar qat'iy yoqmaydi o'ynaynoqni. Akangning savag'dishi deydi o'da shu qizni. Nima deding opa? Kim shundoq deydi? Bolam, Osmonning singlisi Aynur bilan birga o'qiydi ekan. Yaxshi, Aynur sen Nanani boshqarsan ko'rdim deganda shundami? Ha, bolam. Shu yerda Nanani. Jamning aksi Nananing savag'dishiga opa. Kim savag'dishda deydi? Opamning deyishchi ular bir to'yda tunishib qopdi ekan. Nana deb atib olgandikna o'zim taxi. Bo'ldi, o savag'dishlar tomoq yegan qarab Nanani o'rinsiz gumonlamanglar. Men gapimni bir qivolayim bolam. Bo'ldi opa, anlig'im yo'q. Shunga u hozir mening qalqinimga aylanib, adibinglarni beryapti. Eng yaxshisi sizgan sizqimdan chiqmayman. Nana adangning gapiga kirsang, Ildar akangmi rozi bo'ldi. Yangang bo'lish oldi turgan bir qizni nimishqa yomon deysa adash. Qo'yvaga ismi qarab shuna dotamsa. Voy yo, pul bilan oltinning gapi chiqishiqlam, u qizning sho'lgaylari eqibli qoldi ekan degina. Keyin akamga tegsa, uni vafo kelarmi? Opamning bu yelitdan ko'ziga satko'ni qapti o'maydi. Qizim deb qo'y. Cho'lashi aralashmasa nima kapti uni oqsoqolli qilib? Yo'q yerdan putoq chiqirib pitni terib yuribsiz, muqaddam bermagasizlar unga. Oldi bilan men gapimni bir qivolaymi? Anladim, yo'q dedim opa. Qarab tur, qara chaplansan, qanday olayman gapingni? Biz u qizga qara chaplamidik.
seni hoşyar bolsun. Yolunu hata menip kalmasın davatımız. Papa oyunchilik ishini deb nanani ayblasanglar, uni uy qamab qo'ysam bo'ladi bu chaqda. Boshqa qilsam ishni anglashmamsizlar. Men qachon sen shunday qil dedim? Bilmayman apa. Nanasizlar yoqmadi. Shu uningni ko'nglini so'yitish urinmatsizlar. Nimandaq ta'tirlik qildiganda ma bola. To'g'ri deysan apa. Yaxshilab ta'tir. Shu uy boshlab kelgan qizimiz sizlar ta'tir sat ko'ryapti. Nima qilg'laysa, opa? Ko'nglingni buzmag'ina. Canım balam. Akam ağzımını açırmavasa. Bizmi onu bəxtlik olsun deyimiz bu.